Angla dostum. Yosh naqshchi Nazar Obulning yurak qetidan urg'ib chiqqan. San'atga bo'lgan mehr muhabbati mujassamlangan va bir qancha yildan buyon san'at ishqida parvona bo'lib ro'yobga chiqargan esil kuylarni angla. Nazar sol dostum. Esil kuylar bilan sahnalarga husn qo'shgan, muhabbatli qalblarni hayajonga solgan yosh naqshchi Nazar Obulning yangidan tarqitilish oldi turgan suratlik to'r plastinkasiga nazar sol. Çıkmaydı vay bala, çatak çıkmaydı. Her caynek şok bağladı, çatak çıkmaydı. Atana ay kuyaş, el ağinen seberdaş. Bizgi qariz köp ayaş, ular ketmezdi. Gözümde lık yaş kaldı, diyelmegesiz kaldı. Seni oylap uykusuz tünüm kaldı. Sen bile birge ötkün var. Ketmeysen ey ketmeysen, hıyalından ketmeysen. Ketmeysen ey ketmeysen ey hıyalından. Zarıp çıksan dost, oyla diyem cürame. Akan oylansın boya. O'zi yaxshi ko'rgan kasbni ko'zga ko'rinish va boshqalarning qoyilligini qo'zg'ash undaq oson emas. Buning uchun zo'r tirishchanlik va badal to'lashga to'g'ri keladi. Nazar Obul kichigidilla sifatlik va sopoliq oila tarbiyasida o'sib yetilib, keyincha qalbiga tutashgan san'at o'tini yalqinjitish ham bu jihatdagi talant va iqtidorlari orqali xalqimizga ma'naviy zavq beg'ishlash uchun talay tirishchanlik ko'rsatdi. Peshqadamlarni va o'zi yaxshi ko'radigan san'atkorlarni ustoz tutib, kamtarlik bilan o'rgandi. Bo'ladigan maysa ko'kidan ma'lum degandek, ana shundaq tirishchanliklar natijasida 2009-yili o'zining tunji emgak mevasi bo'lgan Ayolın namlıq naqshini ijod qilib, san'at sohasidagilarning diqqatini qo'zg'adi. Ham san'atxumor xalqimizning yoqtirishi va olqishiga sazovor bo'ldi. Bu Nazar Obulga aytib tugatgusiz ilhom va madad bo'ldi. Buning bilan Nazar Obulning ko'ngil ko'zi yoridi. İlhomi o'rkashlab toshdi. Shuningdan boshlab bir qancha yil ichida otam, yigona, onamning tiliki meni asraydi qatorliq nodir ijodiy kuylarni ishlab va tarqitib xalq ommasini, bo'libmi yoshlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. 2013-yili Nazar Obul Nava programmasiga qatnashib, yillik chempionlik sharpini qo'lga keltirgandan keyin Nazar Obulning nomi biraqla Abdunum rayonimizning janub shimoliga tarqaldi. Nurg'un kishilar uningga qaytadan nazar tashladi, diqqat qilishga boshladi. Yo'l mang'ansiri echiladi degandek, u texim zo'r tirishchanlik bilan ko'plagan nodir naqshlarni ijod qilib, o'zining san'at sohasidagi o'rnini texim mustahkamladi. Nazar Obul talantli naqshchi bo'lib qolmay, balki u yaramliq ijodiyatchi. Bu jarayonda o'zi naqshi ijod qilib qolmasdan, balki boshqa kasbdoshlarga naqshi ijod qilib berib, ularning futuq qazinishiga yordam berdi. 2017-yili o'zi tug'ilib o'sgan Aqsu diyorida naqshi ijodiyat kechiligini muvaffaqiyatli o'tkazib, Aqsu xalqiga emas, balki Abdunum rayonimizdagi san'atxumor xalqimizga xushbiroqlik bir dasta gul tayyorladi. Shuningdek, keyingi bir qancha yil ichida Nazar Obul balni mahkam bog'lab, san'at ishqida parvondek ko'ydi. Yoshlarning ehtiyojini ko'zda tutib, o'zini har qaysi jihatlardan qo'llab, ilhom bergan oildagi ma'naviy yo'lanchiga bo'lgan ayoli bilan birlikda yaqinda e'lon qilgan Baxtim bo'l, Farhod Sherin qatorliq naqshlari ham oy qatorliq ijodiy naqshlari tezdan yoshlarimizning qalb torini chekkan moda naqshlardan bo'lib qoldi. Nazar Obulning bugungi muvaffaqiyati bir kechada qo'lga kelgan emas.
u san'atga oshiq. U san'atning o'tida kuydi, suydi oqdi. Nazar Obulning vaqti to'limi aldirashliq ichida o'simi, lekin u naqsh etish va ijod qilish qizg'inligini 1 minutni to'xtatib qo'ymadi. Nazar Obul necha-yillik tirishchanligining natijasi sifatida atrofidagi qo'llag'uvchilarining ilhom madatlari bilan Angla nomli suratlik to'r plastinkasini vujudga chiqarib, san'at xumar yoshlarimizga yana bir qitimliq ma'naviy guldasta tayyorladi. Siz Nazar Obulning Angla nomli suratlik to'r plastinkasidan Nazar Obulning san'at uchun so'qivatgan yuragining tevishlarini, hayotga, turmushga bo'lgan muhabbatlik orzularini, naqshi orqali yangi davrga bo'lgan minnatdorlik tuyg'ularini va aktiv energiyalik melodiyalarini anglay olasiz. Biz oxirida Nazar Obulning buningdan keyingi san'at hayotiga texmi zo'r utuqlarning yor bo'lishini orzu qilamiz. San'at osmonda texmi egiz parvoz qil, Nazar Obul.